Barchaga assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar, qadrdonlar akalar. Xudo xolasa mana 14 kunlik umra ziyoratiga boraman deb niyat qilib qo'ygan akalarimizga yangi mavsumda ko'rishib turibmiz. 2026 xudo xolasa mana may tugab iyun oylaridan xudo xolasa reyslar ham qo'yilishni boshlabdi. Bugun to'liq batafsil ma'lumotlarni sizlarga yoritib berishga harakat qilamiz. Bugun Safo Marva ofisiga kelganmiz. Safo Marva o'zlaringiz bilasizlar, qonuniy firmalardan o'z litsenziyalariga ega va xudo xolasa malakali 50 boshlar bilan ta'minlangan. Bugun bizga yaqindan yordam beradi Muhammad Sodiq akam. Muhammad Sodiq akam shu Safo Marvada ish boshqaruvchi, menejer xudo xolasa akalarimizdan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yurtdoshlarimiz bilan mana yangi mavsumda bir salom alaykum qo'ying aka. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Azizlarim, yaxshimisizlar? Ahvollar yaxshimi? Aka, o'zlaring qandaysizlar? 35 gradus issiqda qiynalmasdan ana xudo xolasa xalqimiz kutgan kunlar yana boshlanyapti. Inshaalloh. Xudo xolasa Muhammad Sodiq akam ukam mana reyslar ochildi xudo xolasa. Bir yangiliklarda yurtimizga, xalqimizga tavsiya qilaylik deyishdi akalar. Sizlar ham befarq bo'lmasdan oldindan bitta like bosib, ushbu videorolikimizni kengroq tarqatib yuborsalaring, mana yangi mavsumda boraman degan akalarimizga yetib borsin, otaxon, onaxonlarimizga aka. Xo'p, Muhammad Sodiq aka, endi 2026-yil mana endi qachondan reyslarimiz boshlanyapti o'zi? Toshkentdan 10-iyundan xudo xolasa boshlanadi reyslarimiz. 3 kunda bir xudo xolasa Toshkentdan reyslarimiz bor. Samarqanddan reyslarimiz xudo xolasa 25-dan keyin xudo xolasa xodimlarimizga bemalol aloqaga chiqsa bo'laveradi. Ha, bu vodiychi vodiy, faqat Toshkent bilan Samarqandmi aka? Albatta xudo xolasa vodiy reyslarimiz ham iyunda xudo xolasa 15-dan keyin xudo xolasa inshaalloh qabullarimiz ochiladi. Andijon, Farg'ona va inshaalloh Namangandan xudo xolasa reyslarimiz albatta qo'yiladi. Iloyim akkangiz kelsin. Hurmatli vatandoshlar, ekrandagi nomerlarga bemalol murojaat qilaverasizlar. Videoni oxiriga qadar ko'ringlar, chunki narx-navosini aniq qilib aytib o'tib ketamiz. Aka, endi hozirgi holat endi qandaqa bo'lyapti? Nimalar o'zimiz bilan olishimiz kerak mana hozirgi yangi sezonda? Inshaalloh hozirgi kunda albatta bizga birinchi kerakli bo'ladigani kim ketayotgan bo'lsa, hojilarimiz albatta zagran pasportlari inshaalloh xudo xolasa, qolgani xudo xolasa viza, bilet, qolgan narsalarni biz qilamiz va albatta o'ziga kerakli dori-darmonlar, masalan, o'zi 2 qator, 3 qator kiyimlarini oladi xudo xolasa. Yaxshi. Bo'ldi. Qolgani ham maslahat qilib telefon orqali nimalar kerak bo'lsa so'rab olaveradi. Xuddi shunday. Ijolatsiz-a? Albatta. Gap yo'q. Endi aka, mana hozir yangi mavsumdan o'sha gastinisalar o'zgargandir, masofalar o'zgargandir. Qanaqa bu masofalari haram bilan gastinistani aka Makkada, Madinada? Bizni o'tgan safargi mavsumda olgan gastinisarimizga qo'yilyapti. Madina Munavvarada Ravza al-Safo degan gastinisaga qo'yamiz inshaalloh. Masofasi 300 metr bo'ladi haramga yaqinligi. Makkadagi gastinisamiz Al-Jabri degan gastinisamiz bo'ladi inshaalloh. Masofasi 2 kilometr bo'ladi xudo xolasa. Hurmatli vatandoshlar, Safo Marva o'z litsenziyalariga ega ancha yillardan beri ishlab keladi. Katta qonuniy firmalardan bemalol qarindosh urug', mahalla ko'ylagingizga ham haligi tavsiya qilib, uyalib qolmaydigan firmalardan xudo xolasa bemalol like bosib, podpisa qo'yasiz. Hoziroq ekrandagi nomerga telefon qilib, operatordan qolgan ma'lumotni o'zladan olasizlar. Endi Muhammad Sodiq aka, endi baribir so'ramasak bo'lmaydi. O sayohatlar, ibodatlar qanaqa bo'ladi? Necha kun Makkada, necha kun Makka mukarramada, Madinada bo'lamiz aka? Xo'p, sayohatlarimiz inshaalloh Toshkent, Samarqandlarimiz 14 kundan iborat bo'ladi paketimiz. Standart paketlarimiz xudo xolasa 2 kun Madina Munavvarada va 12 kun xudo xolasa Makka mukarramada bo'ladi xudo xolasa. Albatta sayohatlarimiz, ziyoratlarimiz inshaalloh har bir hojimiz inshaalloh bizning xizmatlarimizni albatta xudo xolasa qoniqadi inshaalloh. 50 boshlarimiz malakasi zo'r. Albatta inshaalloh bu 50 boshlar bu naqada eng kerakli 50 boshlar o'zi aslida inshaalloh. Albatta bizning 50 boshlarimiz ilmlik, tajribali xudo xolasa. Yosh katta, tajribalilar hammasi. Bemalol o'zingizga nima so'ramoqchi bo'lsangiz, xijolat bo'lmasdan so'raysiz. Yana eng qiziq joyini aytib qo'ying. O'zi aeroportdan kutib olib, shunaqa inshaalloh, masalan 14 kunlik bo'lsa, o'zi aeroportda kutib oladi. Madinada bo'lsa Madinada, Makkada bo'lsa Makkada o'zi kutib oladi va inshaalloh o'zi kuzatib qo'yadi inshaalloh. 14 kun davomida inshaalloh 24 soat sizlar bilan bo'ladi. Xijolatsiz aka. Xuddi shunday bo'ladi. Taomlarimiz necha mahal bo'ladi aka? Xo'p, Madina Munavvarada ovqatlarimiz 2 mahal bo'ladi. Makka mukarramada inshaalloh o'zimizning gastinisamizda o'zimiz restoranimiz
o'zimizning milliy taomlar, 3 mahal issiq ovqatlar bilan hojilarimizga xizmatda bo'lamiz inshaalloh. O'zimizni o'zbek povurlar. Albatta inshaalloh. O'zbek tilida bemalol gaplashaveradi. Albatta, xudo xolasa. O'zimizni mana shu vodiydan kelgan, Andijondan kelgan, xudo xolasa, povurlarimiz inshaalloh sizlar xizmatinglarda bo'ladi. Hurmatli vatandoshlar, hammamizga shaharlarga borib ibodat qilish nasib qilsin avvalo. Hop, ana endi aka qarang, mana qish oylarida ham, bahor oylari, kuzlarda ham Saudiyani issiq dedik, ob-havolardi. Hozirgi mana o'zimiz O'zbekistonda 35 gradus issiqda turibmiz. Saudiyada ob-havolar qanaqa aka hozir? 47, 48 bo'lyapti. Maşallah. Issig'imiz 47, 48. Albatta inshaalloh ibodat qilaman degan odam uchun inshaalloh bu issiqlar issiq emas albatta inshaalloh. Endi albatta u yerda hamma sharoitlarimiz bor. Gostinitsada ham sovutgichlarimiz ishlaydi, avtobuslarda ham, haram hududlarida ham inshaalloh va joylarida xudo xolasa sovutgich xizmatlari inshaalloh ishlaydi. Mana akalar, xudo xolasa zonti, konditsioner hamma yo'q mavjud. O'zingizga yengil-yengil xudo xolasa chiroyli 2-3 xil ustuvoshlaringiz, olsalaringiz bo'ldi. Mana Madinada ham gostinitsa bilan Madinada haramni masofasi 300 metr dedi. Aka. Madinada 300 metr bo'ladi. Makka mukarramada 2 kilometr. Endi u tomonga avtobus qo'yiladi. Albatta. O'shaning uchun ham xijolat bo'lmasalaring bo'laveradi. Bir 2 minut, 3 minutlik yo'l bo'ladi, xudo xolasa. Endi shunaqa, masalan, probkalarga qarab turib, xudo xolasa, shunaqa bo'ladi. Endi kilometri shu 2 kilometr bo'ladi. Endi aka mana oilaviy boraman deb turganlar bor bizni ko'rib, bir qarindosh urug'lari bilan yoki bo'lmasam oilaviy bo'lganda nevaralarim ham ovoli, mana maktabim kankuli bo'lib qolyapti vaqt deydiganlar bor. Bular ham endi qanday bir ko'pchilik borsa bir chegirma qilib berasizlarmi? Bir menda maktab o'sha tugayapti, yosh bolalarni ham olib ketsa bo'ladimi, bo'lmaydimi? Albatta inshaalloh, mana azizlar kanikullarga chiqyapti xudo xolasa. Albatta inshaalloh, masalan, bizga aloqaga chiqinglar, inshaalloh biz oiladanmiz. 4tamiz, 5tamiz, manachamiz desanglar, xudo xolasa, albatta imkon qadar xudo xolasa narx-navolarni chiroyli qilib beramiz inshaalloh. Imkon qadar bitta oila bo'lsanglar, inshaalloh 4talik, 5talik bo'lsa bitta xonaga inshaalloh. Ya'ni siz onangizni, otangizni, o'zingiz, umr yo'ldoshingiz bilan boradigan bo'lsangiz, sizlarni o'zlaringizga bitta alohida xona qilib berishda ham imkoniyatlari bor ekan. Mana qarang, qulaylikni o'zi aslida erkaklar bilan ayollar bilan to'g'rimi? Aka, mana bu tomonda ham imkoniyati bor ekan. Narx-navosi bir xil bo'ladimi axir? Albatta, xudo xolasa. Narx-navosi bir xil bo'ladi. Endi aka, yurtdoshlarimizni ham kuttirmaylik. Bu narx necha puldan bo'ladi endi aka? Shunisini ayting tezroq. Inshaalloh hozirgi kunda xudo xolasa reyslarimizga narxlarimiz albatta chiqqan, xudo xolasa. Narxlarimiz $1100 deb xudo xolasa narxlarimiz belgilangan. Xo'p, 12 ta viloyatgami yoki butun O'zbekiston, butun farqi yo'q. Qirg'iziston, Tojikiston, azizlar, Qozog'iston, inshaalloh muammo yo'q, xudo xolasa. Hurmatli vatandoshlar, qizil Zagram pasportingizni olib, harakatingizni qilavering, xudo xolasa. Vizalarni o'zlari qilishib berishadi. $1100 dan 12 ta viloyat, O'zbekistondan tashqari yana aka Qirg'iziston, Tojikistonlardan ham bemalol murojaat qilaverasizlar. Qo'shni respublikalardan ham borsalaring bo'ladi albatta. Safo Marva, xudo xolasa, qonuniy firmalardan bag'ri keng qabul qilaveradi, xudo xolasa. Ushbu video roligimizga befarq bo'lmasdan albatta podlista qilib qo'ying aka. Narx-navo $1100 dan bo'ldi. Agar ko'pchilik bo'lib boradigan bo'lsangiz, balkim sizga yana ham chegirma imkoniyatlarini qilib beramiz deyapti. Inshaalloh imkon qadar, xudo xolasa azizlar. Ana endi aka, xo'p, mana shu bitta narsani so'rash esimdan chiqibdi. O'zi boshroqda so'rashim kerak edi buni. Ravzaga olib kirish holatlari qanaqa bo'ladi endi aka? O'sha mana yangi sezondan boshlanyapti. Yana sraz boshlanib ketaveradimi yoki qanchadir muddat kutishga to'g'ri kelib bo'ladi? Albatta inshaalloh. Haj mavsumi tugagandan keyin xudo xolasa yana ravzalarni inshaalloh olib kiramiz, inshaalloh muammo yo'q. Har bir hojini asl maqsadi Madina Munavvaraga borishdan o'zi asl maqsadi ravza, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ravzaga kirib 2 rakat namoz o'qib salom berish aslida. Albatta inshaalloh Safo Marvada xudo xolasa muammo yo'q, albatta har bir hojimizni inshaalloh olib kiramiz ravzaga, xudo xolasa. Ziyoratchilarimizga firma tomonidan yoki ketayotganda yoki kelayotganda beriladigan narsalar ham bormi? Albatta inshaalloh firmamiz hisobidan ayollarga uzun abaya beriladi, sumka beriladi, inshaalloh o'zini joy namozi bo'ladi, berjik va inshaalloh vizalarni qo'liga chiqarib beramiz inshaalloh. Qur'on bosmaxonaga kirganimizda inshaalloh Saudiya hukumatı har bir hojimiz uchun inshaalloh Qur'on kitob yo nimadir hadiya qiladi, xudo xolasa, va qaytayotganda inshaalloh firmamiz hisobidan har bir hojimiz uchun 5 litrdan zamzam suv beriladi. Ana hurmatli vatandoshlar, ketayotganda ham narsalar berilar ekan. Xudo xolasa
qaytayotganingizda ham narsalar Albatta, beriladi. inshaalloh. Endi Muhammad Sodiq aka yana oxirida ham aytib qo'yganim yaxshi. Yosh kattalarning orasida kunlik dori-darmon ichadigan bo'lsa, ovosin deyapsiz. Albatta. Bemalol bagajingizga solib qo'yrasak ham qanaqa doridan ichadigan bo'lsangiz, lekin aka, mana oyog'i og'rib, bir kalaskada yuradigan otaxon, onaxon yoki yoshroq o'zimizga o'xshagan aka-ukalarimiz bor. Bularning sharoiti qanaqa bo'ladi aka? Bular ham borsa bo'ladimi? Albatta aka, inshaalloh muammo yo'q. Agar kimdir yetalab yuradigan o'g'li, farzandi yoki kimdir ahli ayoli bo'lsa, muammo yo'q inshaalloh. Toshkent, Samarqand, Vodiy farqi yo'q. Kalaskasi bo'lsa, inshaalloh bemalol olsa bo'laveradi. O'zi bilan ketaveradi. Albatta. Bo'lmasa firma tomonidan beriladi. Albatta, inshaalloh agar o'zida kalaska bo'lmaydigan bo'lsa, albatta firmaga chiqadi. Bizni o'zimiz inshaalloh, o'zimizni kalaskalarimiz agar inshaalloh bo'lsa, o'zimiz beramiz, yo bo'lmasam Madina-i Munavvara yoki Makkada Xudo xolasa, eliboshlarimizga iltimos qilamiz inshaalloh. Bitta kalaska beradi Xudo xolasa. Lekin iloji bo'lsa o'zingizniki bo'lsa, olganingiz yaxshi. 24 soat yoningizda-da. Albatta, xuddi shunday. Xo'p, hurmatli vatandoshlar, menimcha Xudo xolasa mana yangi sezonga boraman deb turganlarga to'liq narx-navo, ma'lumot, nimalar kerakliklarini hammasini sizlarga tushuntirib beraldik. Albatta sizga kunlik umra narxlari ham qiziq bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib qo'ysangiz, Xudo xolasa, narxlar o'zgarishi mumkin. Kimdir srochni ketadigan bo'lib qolsa, unga arzonroq narx chiqib qolishi mumkin. Bu narsalarni ham kuzatib borasiz albatta. Xo'p, mana Toshkentdan, Samarqanddan va Xudo xolasa Vodiydan reyslarimiz yo'lga qo'yilyapti. Ekrandagi nomerlarga hoziroq telefon qilib, operator bilan to'liq batafsil ma'lumot oling va nechta bo'ladigan bo'lsangiz, Xudo xolasa bir 3 tami 4 tadan ko'proq bo'lsangiz, sizlarga aka chegirma bonuslar qilib berishadi. Hop, omadli xariddan deyish esingizdan chiqmasin. Muhammad Sodiq aka, yurtdoshlarimizga oxirgi so'zlaringiz bo'lsa, inshaalloh azizlarim, kelinglar Xudo xolasa. Safo marva sizlar doim xizmatinglarda Xudo xolasa. Kelinglar azizlar, sizlarni inshaalloh kutamiz Xudo xolasa. Allohim hammamizni chaqirsin. Hammalaringga rahmat, vaqtlaringga rozi bo'linglar. Like bosib, ushbu videolarimizga qarindosh urug', mahalla-ko'y, sinfdoshlarga podelitsiya qilish esingizdan chiqmasin. Chunki aka bu 2026-yilda yangi mavsum aka 14 kunlik umra ziyorati boshlanish aka videosi bo'ldi. Like bosib qo'ying, hammamizni Allohim chaqirsin. Salomat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.